ko'prik ustiga uy qurilmaydi. Ko'prikni ustiga uy qurishlikka sizga ijozat ham berilmaydi. Ko'prikning usti daryo oqyapti tagingizdan, manzara go'zal, havosi ajoyib. Nima bo'ladi shu yerga bir chodir tiksam, bir uy qursam desa bo'ladimi? Hech kim sizdan buni qabul qilmaydi. Bu ko'prik axir. Bu o'tishlik uchun mo'ljallangan narsa. Bu siz uchun bir istiqomat qiladigan, yashab qoladigan joy emas. Bu ko'prik. Dunyoni misoli xuddi mana shu ko'prikka o'xshaydi. Asli dunyo ko'prik. Biz o'tamiz, oxiratga yetamiz bu ko'prik orqali. Lekin bu ko'prikni ustida uy qurganlar, bu ko'prikni ustida xuddi abadiy qoladigandek o'zlarini tasavvur qilganlar katta xatoga yo'l qo'yadilar-da. Ko'prik ustida ekanligimizni aslo unutmasligimiz kerak.